Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har birigizga Alloh taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Abu Hurayradan Alloh onlardan rozi bo'lsin rivoyat etiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Vaqt жеткәч, mu'minning tush ko'ruvi o'z dalillarini topashaq. Ham sizning orag'izda so'zlarida haqliq bo'lganlaringiz dürüst tush ko'rar" deb aytila Imom Muslim hadislari jiyintig'ida. G'olimlarning fikrincha vaqt жеткәч degan so'z ul qiyomat kuni oldindan so'zlarida haqliq bo'luvchilar alар ko'rashaklar tushlarida dürüst tush. O'tgan video yozmalarda biz sizning bilan aytdik, noshar tushlarni sizlarga yaramay deb. Menga qarata bir qissa Jabir ibn Abdullahdan rivoyat etiladi. Alloh onlardan rozi bo'lsin. Kunlardan bir kunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yonina kela bir badaviy. Ham aytadi: "Ya Rasululloh, men tushimda ko'rdim mening boshimni chopib izdilardi. Boshim tagrab ketdi, ham men uning ortidan chopdim" deb aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uni to'xtata. "Bu tushni bir kishiga da söyleme, bu shaytonning o'ynavi" deb aytadi. Jabir ibn Abdullah, Alloh onlardan rozi bo'lsin, shulay uq aytadi: "Mening onlar arasında ko'p eshitganim bo'ldi, payg'ambarimizning va'zlarida aytuvin, tushda shulay shaytonning o'ynavi bo'lsa, kishilarga söylamagiz deganni eshitganim bo'ldi" deb aytgan. Ushbu hadis keltiriladi, qissa da keltiriladi Imom Muslim hadislari jiyintig'ida.